Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim familiyam Malik Qurbonov. CyberBro kiberxavfsizlik kompaniyasi rahbariman. Kompaniyamiz O'zbekiston kiber sarhadlarida kiber jinoyatchilarni aniqlash, ularga qarshi choralar ko'rish va umuman kiberxavfsizlik sohasida xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Faoliyatimiz davomida biz yangi bir qancha texnologik ishlanmalarni ishlab chiqdik. Jumladan zamonaviy tendensiya bo'lgan Cyber Threat Intelligence, ya'ni kiber razvedka tizimi. Bu Threat Intelligence tizimi internetda barcha qatlamlarini kiber jinoyatchilarga va tahdidlarga monitoring qilish imkoniyatini beradi. Biz shu orqali, ya'ni Threat Intelligence tizimi orqali internetni bir qancha layerlarini aniqrog'i monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Biz shu paytgacha internetda dark web deb nomlangan qismini monitoring qilmaganmiz va u yoqdagi kiber tahdidlarni bilmaganmiz. Threat Intelligence tizimi orqali dark webni monitoring qilish imkoniyati paydo bo'ldi. O'zi internetda 3 xil layer bor. Texnik mutaxassislar buni shunaqa 3 ta qismga bo'lishadi. Harbiy xizmatchilarda bu boshqacha bo'ladi. Umuman har xil sohada har xil layerlar bo'ladi. Xo'p. 3 ta layer. Siz u biz biladigan internetimiz bu YouTube, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari, saytlari, hammasi bular Surface webga kiradi. Siz u biz buni har kun foydalanamiz. Keyin Deep Web bor. Deep Web bu banklar, tashkilotlar va vazirliklarning ma'lumotlari bazasi bo'lib, bu yerda shaxsga doir bo'lgan va hamma uchun ochiq bo'lmagan ma'lumotlar joylashgan bo'ladi. Keyingisi Dark Web. Dark Web bu kiber jinoyatchilarning faoliyatini olib boradigan asosiy makon. Nimaga Dark Webda ular asosiy faoliyatini olib boradi? Chunki u yerga birinchidan faqatgina maxsus dasturlar orqali kiriladi, ikkinchidan u markazlashmagan, uchinchidan siz biz biladigan uz, com va org o'xshagan domen zonalar orqali emas, maxsus onion va boshqa domen zonalari orqali kiriladi. Demak, dark webda kiber jinoyatchilar makoni ekan, kiber jinoyatchilar orasida ham liderlar bor, elitalar bor. Kiber jinoyatchilarning ham har xil turlari bor. Bularning ichida liderlari bu ransomware kiber jinoyatchi guruhlari. Bular juda biznes sektorda asosan yoki davlat tashkilotlariga juda katta xavf tug'diradi. Nimaga? Chunki bular hujum qilib qaysidir tashkilotning ma'lumotlarini, infratuzilmasini to'laligicha ishdan chiqarishadi. Ma'lumotlaringizni shifrlab qo'yishadi va qayta foydalanish huquqini ochish uchun pul talab qilishadi. Shu orqali bularda doimiy moliyaviy balans bo'ladi, resurslar juda katta bo'ladi, hujum ko'lami ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Ransomware guruhlari orasida 4 ta liderni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Logbit, Akira, Kilin va Kairos. Bular demak dark webda asosiy faoliyatini olib boradi, hujum qilgan tashkilotlardagi ma'lumotlarni sotuvga qo'yadi, pulini to'lamasa ommaviy ochiqlab hammaga oshkor qilib yuboradi. Pulini to'lagan taqdiringizda ham siz katta ehtimol bilan ma'lumotlaringiz oshkor bo'lishiga olib kelishi mumkin. Chunki bularda hech qanaqangi etika va normalar yo'q. Xo'p, ushbu ransomware guruhlari to'lov statistikaga qaraydigan bo'lsak, 2024-yil 4-choragi 2025-yil boshida hujumlar soni kamaygan, lekin hujumga uchragan kompaniyalar uchun tovon pulini to'lash miqdori ancha keskin oshgan. Ya'ni bular songa emas, sifatga e'tibor berishni boshlagan. Chunki bunga sabab bo'ladigan narsa bor. Dunyo bo'yicha maxsus xizmatlar, kiberxavfsizlik kompaniyalari bunday kiber jinoyatchi guruhlarga qarshi maxsus operatsiyalarni o'tkazishadi. Shunday operatsiyalardan biri Operation Kronos. Bu aynan Logbit ransomware guruhiga qaratilgan va ularning juda katta resurslari olib qo'yilgan o'sha operatsiya davomida. Shundan qo'rqib 2025-yilda ikkita mana choragida kiber jinoyatchi guruhlar bir-biri bilan to'da bo'lib yig'ilib faoliyat yuritmasdan yakka tartibda alohida ishlashni boshlashgan. Chunki alohida guruhlarni ushlash biroz qiyinchilik tug'diradi. Guruh bo'lib ishlaydigan kiber jinoyatchilarda esa raqamli izlar ko'proq qoladi, resurs ko'proq ketadi va uni diagnoz qilish, ya'ni kimligini aniqlash imkoniyati oshadi. Xo'p, darknet, dark web monitoringini boshlaganimizda biz
O'zbekistonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ham aniqladik. Umuman Threat Intelligence tizimimiz O'zbekiston ma'lumotlari ustuvorligida monitoring olib boradi. Biz shu paytgacha ochig'i bilmaganmiz dark webdagi O'zbekistonga qaratilgan tahdidlarni. Faqatgina viruslar, crack, qanaqadir zararlanishlar bilan o'rlashib qolganmiz. Dark webni monitoring qilish boshlanganidan keyin biz keyinroq tahdidlarni kuzata boshladik. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, O'zbekiston davlat va xususiy sektorga tegishli bo'lgan bir qancha tahdid ma'lumotlari va kiberhujumlar natijasida qo'lga kiritilgan va keyinchalik o'sha internetda dark webda sotuvga qo'yilgan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hakerlik guruhlari qaysidir O'zbekiston tashkilotiga hujum qilish haqida ma'lumot bergan yoki bir-biri bilan ma'lumot almashish haqida ma'lumot bergan va bu yerda oxirgi 2 chorakda aniqlangan eng oxirgi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. O'rtadagi slideshow, o'rtadagi screenshot bu oxirgi 2 kunda aniqlangan ma'lumot. Xo'p, bu yerda sizlarning ham e'tiboringizni tortayotgan bo'lishi mumkin 21 million O'zbekiston fuqarolariga tegishli bo'lgan ma'lumotlar. Tasavvur qilinglar, hozir biz 38 millionmiz. 21 million fuqarolarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni qaysidir kiber jinoyatchi dark webda sotuvga qo'ygan. Va bu albatta bizni e'tiborimizni tortadi. Chunki ob'yom juda katta. Va kiber jinoyatchi taqdim qilgan isbot suratidagi ma'lumotlarni analiz qilganimizda quyidagi ma'lumotlarni bizga bergan. Umuman kiber jinoyatchi isbot sifatida quyidagi ma'lumotlarni e'lon qilib qo'ygan. Demak, uni shaxslarning pinfile ma'lumotlari, to'liq ism, familiyasi, manzili, hattoki telefon raqamigacha ma'lumotlari bor. Endi savollar paydo bo'ladi. Qayerdan, qanday, qachon va asosiysi kim tomonidan bu jinoyat amalga oshirilgan? Ma'lumotlarni bizni izlanishimizni boshlanishini birinchi etapi ma'lumotlar qaysi davlat tashkilotiga tegishli bo'lishi mumkin. Tasavvur qilinglar, masalan, ROD24 da faqatgina mashinalar haqidagi ma'lumotlar bo'ladi. Uni ma'lumotlar bazasi ham shunga yarasha bo'ladi. Mygovda umuman boshqa ma'lumotlar bo'ladi. Aytaylik, suv tashkilotida, suv xo'jaligi anaqasi bazasida o'shana shotchiklar, shunaqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bizga bergan isbot sifatidagi faylida maxsus shunaqa kolumn borki, u faqat bir nechta tashkilotlarda bo'lishi mumkin. Va shunday tashkilotlar ro'yxatini qildik. Bunaqangi tashkilot o'zi 3 dona ekan. Bu 3 ta tashkilotni biz tashqaridan audit qilishni boshladik. Ya'ni ojizligini aniqlashga, balki o'sha ojizlik orqali kirib ma'lumotlarni o'g'irlab olgan bo'lishi mumkin. Xuddi o'sha kiber jinoyatchining yo'lidan bordik. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, 3 ta tashkilotdan bittasida oldindan ma'lum bo'lgan kritik darajadagi ojizlik aniqlandi va bu ojizlik orqali serverga kirilganida bizdan oldin уже qaysidir kiber jinoyatchi kirib, u yoqda masofadan serverni boshqarish huquqini beradigan web shell yuklanganligi aniqlandi. Backdoor borligi aniqlandi. Xo'p, endi bu yerda web shell nomini ko'rishimiz mumkin. O'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan linklar yashirilgan. Demak, nimaga erishdik? Taxminiy tashkilot bizda aniq, 70% aniq hozircha. Endi solishtirish boshlandi. Taxminlarga asoslangan holatda biza web shellni yaratish vaqti va ma'lumotlarni sotuvga qo'yish vaqtini solishtirdik. Web shell 28-iyul kuni yuklangan o'sha taxminiy tashkilotimizga, 31-iyul kuni esa o'sha ma'lumotlar sotuvga chiqarilgan dark webda. Sapodayt. Keyingi etapga o'tdik. Kiber jinoyatchi Tox messenger orqali aloqaga bog'lanish haqida kontaktni qoldirgan. Tox bu Telegramga o'xshagan messenger, faqat siz haqingizdagi telefon, email, hech qanaqangi ma'lumotlarni saqlamaydi, faqatgina trafik. Xo'p, bir necha kun ushbu kiber jinoyatchi bilan suhbatimiz davomida bu ma'lumotlarni biz sotib oladigan bo'ldik. Ssenariy shunaqa bo'ldi va bizga Telegram orqali gaplashish qulayroqligini bildirdik va uni Telegram profilini olishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerda ko'rishimiz mumkin uni Telegram username-ni. Xo'p, yuqorida men slaydimiz boshida Threat Intelligence tizimimiz haqida aytib o'tdim. O'sha tizimimiz eksklyuziv hozir ichidagi bitta funksiyasini screenshotini bu yerda ko'rishingiz mumkin, chunki hali bu publikda hech qayerda e'lon qilinmagan. O'sha
kiberjinoyatchini Telegram username orqali biza tizimimiz orqali bir qancha qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Demak, u Kemos, Dynet va Silent deb nomlangan aktivist guruhlariga a'zo ekanligi, ya'ni u qaysidir guruhiga, Telegram guruhiga a'zo emas, o'sha guruhlarda kiberjinoyatchilik faoliyatini olib boradi. Ya'ni o'sha guruhlarning a'zosi. Va 40 dan ortiq veb saytlarni buzishda ishtirok etganligini aniqladik. 21 ta o'zini email borligi va qo'shimcha boshqa shaxslar bilan aloqadorligi aniqlangan. Bundan tashqari, Dynet va Silent degan aktivist guruhlarida lideri bilan aloqadorligi, ya'ni The Exploit degan username laqabli kiberjinoyatchi bor va u bilan aloqadorligi aniqlangan. Xo'p, kuzatilayotgan kiberjinoyatchimiz orqali biza o'sha guruhni boshqa bir a'zosini shaxsiga aniqlik kiritdik. Ya'ni bir qaysidir kiberjinoyatchi guruhni biz kimligini, qayerdan, qaysi davlatdanligini aniqladik. Va bu ikkalasi bitta guruhda faoliyat yuritadi. The Exploit username kiberjinoyatchi aslida kiberxavfsizlik mutaxassisi, siz bizga o'xshagan va WordPress va shunga o'xshash CMSlarni baglarini topib, maxsus CV ID olishga ro'yxatdan o'tkazgan o'zini shaxsga doir ma'lumotlari bilan. CV menimcha hamma bilsa kerak, kimdir bug aniqlaydi va u bugni yagona reyestrda ro'yxatdan o'tkazish uchun beriladigan identifikatsion raqam. Xo'p, The Exploit nomli kiberjinoyatchi shunday qilib quyidagi 2025-578-96 ID raqamli bugni ro'yxatdan o'tkazgan o'zini shaxsga doir haqiqiy ma'lumotlari bilan va buni Patchstock provider orqali amalga oshirilgan. Patchstock bu CV IDlarni olishga tezroq yordam beradigan platforma. Shu tariqa biz kiberjinoyatchini kimligini, shaxsga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Bundan tashqari Silent aktivistlarni Telegramdagi yopiq guruh a'zolari va kiberhujumlar haqidagi ma'lumotlarni oldindan bilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Buni savol bo'lishi mumkin, qanday yopiq Telegram kanaliga sizlar kirdinglar? Kiber razvedka mutaxassislarimiz bu uchun alohida ishlar olib borishdi. Kiberjinoyatchilar o'zi ishlashi va tashqaridan o'zini guruhiga qabul qilishi juda ham kam uchraydigan holat. Ya'ni xohlagan ko'chadagi mutaxassis o'zini o'sha kiberjinoyatchilik guruhiga qo'shib olmaydi. Faqatgina qaysidir bitta davlatda faoliyat yuritadigan ikkita kiberjinoyatchi guruh bir-biri bilan ma'lumot almashishi, guruhlarga qo'shishi mumkin. Xuddi shu narsani bilgan holatda biza bu guruhlar hammasi Pokistonga tegishli. Biza ham Pokistonga tegishli bo'lgan hakerlik guruhi niqobi ostida simulyatsiya qilib, bularni demak yopiq Telegram guruhlariga kirib oldik. Xo'p, bizaga bergan boshida kuzatayotgan 21 million fuqarolarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni sotuvga qo'ygan kiberjinoyatchimiz Telegram'i bu va bu yerda ko'rishimiz mumkin. U a'zo bo'lgan ikkita Silent Gang va Dynet aktivist guruhlarini yopiq Telegram guruhini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda barcha uni a'zolarini va shu orqali biz ikkita aktivist guruhini oldindan qayerga hujum qilishi, qanday texnika ishlatilishi va bu hujum qachon amalga oshirilishi haqidagi ma'lumotlarni oldindan bilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Xo'p. Boshiga qaytamiz. Biz kuzatayotgan kiberjinoyatchimiz Pokistonlik aktivist guruhlarda a'zo, ular orqali faoliyat yuritadi va ma'lumotlarni O'zbekiston o'sha biz taxmin qilayotgan tashkilotdan kirib o'g'irlagan va sotuvga qo'ygan. Biz lekin o'sha kuzatayotgan kiberjinoyatchimiz haqida shaxsiga doir bo'lgan yoki unga ta'sir ko'rsatadigan qanaqadir ma'lumotlarni aniqlay olmadik. Faqatgina ikkalasi bitta guruhda bo'lgan, boshqa guruh liderini ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Xo'p, ushbu guruhlar faol tarzda Hindiston va Isroil va shu atrofdagi davlatlarga demak doimiy kiberhujumlarni amalga oshirilgan. DDoS, DFS va hokazo. Bular va juda ko'p guruhlar alyans shaklida harakatlangan, ya'ni kelishuv orqali bir kunda massiviy qaysidir davlatga kiberhujumlarni amalga oshirishadi. DFS qilishadi, DDoS qilishadi va hokazo. Xo'p, 2025-yilda Operation Sindoor degan operatsiyasini o'tkazishgan bular may oyida, shu yil may oyida Operation Sindoor degan yirik operatsiyani o'tkazishadi va o'shanda bir qancha hakerlik guruhlari birlashib Hindistonning davlat resurslariga katta zarar yetkazishadi. Xulosa, xo'p, yuqorida biz
kiberjinoyatchimiz aniqladik kimligini, qaysi guruhlarga a'zo ekanligini va bitta guruhdagi boshqa guruh liderini shaxsiga doir ma'lumotlarni aniqladik va shu orqali keyin o'sha kiberjinoyatchiga ta'sir ko'rsatish imkoniyati, manipulyatsiya qilish imkoniyatini berdi bizga bu. Xo'p, zararlangan ma'lumotlarga kelsak, zararlangan ma'lumotlar, ya'ni 21 million fuqarolarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni qaysi tashkilotdan sizib chiqqanligini aniqladik. U tashkilotni o'sha ojizligini yopish uchun tezkor yechimlar berdik va shu orqali bu ojizlik yopildi hozir. Va endi 21 million sotuvda turgan ma'lumotlarni oldini olishimiz kerak. Bu hammada ham o'xshamaydi, chunki bu praktikada juda kam bo'ladigan holat. No, bizda o'xshadi. Chunki biz ikkita kiberjinoyatchini bitta guruhdagi ikkita kiberjinoyatchini, bittasini, ya'ni liderini, shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlarni bilamiz. O'zimiz tilda aytadigan bo'lsam, qo'rqitish orqali, dianon qilish orqali ma'lumotlarni sotuvini to'xtatishini talab qildik, so'radik. Va hozir o'sha ma'lumotlar sotuvda yo'q. E'lon bor, lekin sotuv amalga oshmayapti. Va biz shu orqali 21 million fuqarolarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni sotuvini oldini oldik va o'sha zararlangan tashkilotni ojizlikni bartaraf qilishga erishdik. Xo'p, batafsil bu haqida Telegram kanalimizda, veb saytimizda ma'lumotlar e'lon qilinadi. Shulardan bilib olishingiz mumkin. Savollar bo'lsa marhamat, e'tibor uchun rahmat.